Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining Abdulla xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatli muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Uyg'ur Milliy Harakati rahbari Rabiya Qadir xonim Urumchi shaharlik xalq qurultayining diniy nizomnomasini islomga eg'ir haqorat qiladi deb tanqid qildi. 10 dekabr chiqarilgan nizomnomada Urumchi shahridagi har qanday ommaviy so'rinda hijab, paranja, chumbal qatorliq diniy kiyimlar ma'ni qilingan va Xitoy amalliq kuchlarga xiloflik qilguvchilarni jazolash huquqi berilgan. Rabiya xonimning ilgari surishicha mazkur nizomnoma kishilik huquq, diniy erkinlikka eg'ir buzg'unchilik qilib qolmasdan, balki yana islom diniga eg'ir haqorat qildi ekan. Rabiya Qadir xonim mundaq dedi: Xitoy dal xalqaro kishilik huquq kuni mana men Uyg'urlarning normal diniy e'tiqod faoliyatlarini jinoiy ish bilan surishtirman deb signal berdi. Bu yolg'iz kishilik huquq emas, balki dunyodagi butkul islom umidi va islom diniga qilingan eg'ir haqorat. Ma'lum bo'lishicha, tutqundagi Uyg'ur ziyolisi va Uyg'ur ona til ma'rif tashabbuschisi Abduvali Ayub 11-oyning 27-kuni qo'yib berilgan. U turmadan chiqib, ertasiga Qashqardagi uyga qaytib kelgan. Urumchi ana til xalqaro hassadorlik shirkatining Abduvali Ayub, Mehmet Sidiq va Deliyar Obul qatorli qurg'uvchilari 2013-yili 20 avgustda tutib ketilgan. Ular 2014-yili 7-oyning 11-kuni Urumchi Tangritog rayonlik sotlangan. Abduvali Ayubga qonunsiz mablag' to'plash degan jinoyat bilan 1 yil 6 oylik qamoq jazosi berilgan va 80 ming so'm jarimani qo'yilgan edi. 10 dekabr xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Xitoyga qarshi namoyish uyushtirdi. Bu munosabat bilan 6 dekabr Fransiyaning poytaxti Parij shahrida o'tkazilgan namoyishga Uyg'ur, Tibet, Falun Gongchilar va Xitoy demokratlari ishtirok qildi. Namoyish Parij shahridagi erkinlik maydonida o'tkazildi. Namoyishga 200 ga yaqin kishi qatnashdi. Bu xildagi namoyish 7 dekabr Norvegiya poytaxti Osloda o'tkazildi. Namoyishni Norvegiya Vyetnam jamiyati, Norvegiya Uyg'ur komiteti, Norvegiya Tibet komiteti qatorliqlar birlikda uyushtirgan. Namoyish 10 dekabr Tokioda o'tkazildi. Turkiyada bayonot e'lon qilish va qalam sundirish faoliyatlari uyushtirilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatlari ayblandi. 1948-yili 10 dekabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti universal kishilik huquq xitobnomasi qabul qilib, rasmiy e'lon qilgan. 10 dekabrdagi xalqaro kishilik huquq kuni harbisida o'tkazilgan 33-qitimliq Yevropa ittifoqi Xitoy kishilik huquq dialogida kishilik huquq, Uyg'ur, Tibet vaziyati va Ilhom To'xti qatorliqlarni o'z ichiga olgan nurg'un masalalar muzokara qilingan. Yevropa ittifoqi suhbat o'migining boshlig'i Gerhard Sabatil Bryusselda o'tkazilgan axborot yig'inida ta'kidlab, biz bu qitim osonliq millatlar huquqi, bo'libmi Tibet va Xinjiang masalasini muzokara qildik. Biz yana ifoda erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi, qonun tartib masalasini, nopus tuzum islohoti qatorliq masalalarni muzokara qildik. Shundaqla biz yana Yevropa jamiyatiga tonishliq ba'zi shaxslarning masalasini so'zlashib, ular haqida uchur oldik va bizning qarashlarimizni o'tirg'a qo'ydik dedi. Yevropa taraf dialogda o'tirg'a qo'ygan masalalarga Xitoy vakillarining qanday javob berganligi ma'lum emas. Ilhom To'xtining advokatlaridan Li Shaoyan Twitterga uchur yo'llab, Ilhom To'xtining 7 nafar o'quvchisiga atalmish davlatni parchalash jinoyati bilan 3 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi berganligi oshkorladi. Uchurda ma'lum bo'lishicha, hukm 8 dekabr Urumchi shaharlik o'tir sud mahkamasi tomonidan chiqarilgan. Bu 7 o'quvchi Farhod Xalmurod, Shuhrat Niyoz, Mutallib Imin, Abduqiyim Ablumet, Otikam Rozi, Akbar Imin va Luyuvi qatorliqlar ekan. Ularning hammasi Ilhom To'xtining boshqarishidagi Uyg'ur biz to'rining boshqaruvchilari edi. Uyg'ur elidagi bir qism joylarda masjidga kirish kinishkasi tarqitilganligi ma'lum bo'ldi. Bu xildagi kinishkalarning bir nusxasi Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda oshkorlandi. Rasmga qaraganda mazkur kinishkini Xotanning Hangiya yeza Oyoq Xoniqa Eriq kentining masjid boshqarish hayti tarqatgan. Kinishkiga Uyg'urcha va Xitoycha qilib masjidga kirish kinishkasi deb yozilgan va kinishki ishiltilgan o'rinlarmi aniq belgilangan. Bu xil kinishkining yana nima maqsadda va kimga tarqatilganligi ma'lum bo'lmasa-mu, buning butkul Uyg'ur miqyosida o'rtaq yo'lga qo'yilganligi faraz qilinmoqda. Doirlar ilgari Uyg'ur elidagi hukumat kadrlari, o'qituvchi, o'quvchi va 18 yoshga to'shmaganlarning masjidga kirishini cheklagan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining Abdulla xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.